El-Yurtimeda fondi stipendiantiman. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng nufuzli gaz va elektr ta'minotini yetkazib beradigan kompaniyada 1,5 yil to'liq stavkada amaliyot o'tashga muvaffaq bo'ldim. Bilasizmi, hurmatli prezident, El-Yurtimeda fondi stipendianti sifatida hamma aytgan narsadan tashqari, masalan, o'sha siz berayotgan e'tibor, ishonch hech qaysi pulga sotib olmaydigan bu ichki xotirjamligi. Hurmatli prezident, El-Yurtimeda fondi stipendiantlari biz hozir o'z oldimizga katta bir maqsad qo'ydik, ya'ni muhandislik sohasini O'zbekistonda rivojlantirish bo'yicha jahon standartlarini va jahon muhandislik yechimlarini O'zbekistondagi universitet talabalariga yetkazish bo'yicha. Men bir narsani angladimki, hurmatli prezident, O'zbekistonda ham 1 yil o'qiganman. Bizning muhandislik maktabimiz juda ham a'lo shaklda. Ya'ni bizni o'quvchilarimiz matematikadan, fizikadan hech qanaqa muammosi yo'q. Ularga ozgina biz yo'nalish beradigan bo'lsak va chet el ekspertizasini O'zbekistonga kirgizib, o'zlarining oldidagi muammolarini studentlar bilan bo'lishib, ularni yechimlariga studentlarni agar jalb qiladigan bo'lsak, studentlarda ham o'qish jarayonida ishga ozgina moslashadida, o'qishni tugatishgandan keyin tayyor injener bo'lib chiqishadi va bu orqali biz injenerlarimizning keyingi maktabini juda ham kuchaytirib olamiz. Mana shu uchun katta rahmat, hurmatli prezident. Qayerda borib ishlaysiz? Manda takliflar bor Olmaliq meteorologik kombinatida, Geologiya vazirligida va Energetika vazirligida. Hozircha men o'rganmoqchiman, qaysi sohada O'zbekistonga eng ko'p foydam tegishi mumkinligini. Men ishonaman, hammalaringning niyatlaring shunday, millatimizga xizmat qilish. Yaxshi bo'lardi agar men taklif shunday beramanki, bizda bir yosh vazirimiz bor, Islomov degan geologiya vazirimiz. Sizning ta'limingizda shu geologiya yo'nalishi bo'yicha sizga o'xshagan mana shu farzandlarim borib o'qisa, taklif bersalaring, men minnatdor bo'laman. Davlatimiz rahbari yig'ilganlarga vatanimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi uchun minnatdorlik bildirib, aytilgan barcha taklif va tashabbuslar mamlakatimiz vazirlik va idoralar tomonidan puxta o'rganib chiqilishi, eng istiqbollilari esa amaliyotga tatbiq etilishini ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarida el-yurt umidi stipendiantlari soni 500 nafardan ortganiga alohida e'tibor qaratdi. Iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bilim va tajribasini ona yurtda qo'llash uchun imkoniyat yaratish davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev talabalarga o'qishda va kelgusidagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab, davlatimiz yoshlarning tashabbuslariga doimo ochiqligi va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini ta'kidladi. Sizlarning gaplaringni eshitib, men o'zimga kuch olaman. Biz Amerikani yangicha kashf etdik. Amerika rahbariyatini yangi O'zbekistonga ishonchini ko'rib ketyapmiz. Bu albatta sizlarga ham poydevor. Men sizlardan bitta iltimosim, 1 daqiqa ham vatanni unutmasdan, iqtisodiyoti barqaror, rivojlanishi barqaror bo'lgan yangi O'zbekistonni qurishda menga ko'makchi bo'lishlaringni istardim. Bilinglarki, sizlarni intiqlik bilan vatan kutadi, prezident kutadi. Ana shu uchrashuvlarimda ham eng katta maqsadi sizlarni ishontirishki, islohotlar hech qachon ortga qaytmaydi, faqat oldinga bo'ladi. Orqada O'zbekistonim bor deb yurishlaringni men istayman va ana shunga sizlar munosibsizlar. Bitta narsani bilinglar, hamma sohalarda sizlarga munosib sharoit yaratish uchun harakat qilamiz. Yana bir marta sizlarni ko'rganimdan xursandman. Yonib turgan ko'zlaring menga kuch-qudrat berdi. Ilohim kamollaringni sizlarni ota-onalaringga o'xshab menga ham ko'rish nasib qilsin. Sog' omon bo'linglar.